Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Pultim tushib ketdi. Qadrdonlar, men yozgandaman. Instagramdagilar juda ko'p ko'rishdi. Men yozgandaman degan videoyim juda portladi. Vashim prosmotri ham ancha ko'tarildi nisbatan. Endi men yozgandan ketyapman. Ya'ni bizni YouTube'chilarda safarimiz boshlandi. Endi biz O'zbekistondan Rossiyaga piyoda ketamiz. Hozir. Yo'q. Piyoda emas. Biz poputniy ketamiz. Ya'ni bilsalaring Rossiyaga borish uchun yo aviakassadan bilet olasiz, yo vokzaldan yoki ketiladi, plan qilib, reja qilib, uydan rejasiz chiqib ketyapmiz. Ya'ni shuna uydan chiqdim, hozir men Rossiyaga ketyapman deb chiqdim. Mashina hech nimani chaqirganim yo'q. Taksi birov qachon meni olib ketarkan hech nimani plan qilganim yo'q. Endi men hozir mana yerda bizda Andijon Qo'qon yo'li bor. Andijonning shopirlari Toshkentga ketadi. Mayda Asonovkada to'xtasangiz to'xtaydi. Nisbatan bu yerdan taksi ushlab ketgandan nisbatan kamida 20 ming, 10 ming, moshit 30 mingdir arzonroq olib ketadi Toshkentga. Nisbatan. Bu yerda taksistlar bor 150 ming, 130 ming shunaqa olib ketishadi. Bu yerdan to'xtatsak, bu o'ldim deganda bir 100 ming yo bir 90 ming, 80 mingga Toshkentga yetib olsangiz bo'ladi. Endi men bu yerdan chiqib toki Kazandagi uyimga borgunimcha sizlar bilan video qilib, video mobaynida gaplashib turamiz va borganimdan keyin nech pulga men u yerga yetib borganimni va nech kunda yetib borganimni hisoblaymiz. O'shaning uchun kuzatinglar, oxirigacha kuzatinglar. Oldin biz Rossiyadan O'zbekistongacha velosipedda keldik. 36 kunda 178 serial bo'ldi. Endi biz O'zbekistondan Rossiyaga poputniy ketamiz. Poputchik sarlavhanimdan qo'yamiz. O'zbekistondan Rossiyaga poputchik deb qo'yamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi seriya qilib ketamiz. Ya'ni maydan nech pulga mashina gaplashamiz, Toshkentgacha, Toshkentning xatigacha gaplashamiz. Tamojniga borib, Kazan tomondan o'tib ketadigan taksilar, avtobuslar, nima qanaqa texnika bo'ladigan bo'lsa, ular bilan gaplashib, nech puldan olib ketasiz, nech kunda yetkazib borasiz, qanaqa yetkazib borasiz deb ular bilan gaplashib, bir xilda ketamiz va u yerga borgandan keyin nech kunda va nech pulga yetib borganimizni hisob-kitob qilib ko'ramiz. Biz ko'pchilik to'g'risi xavotirlanadi, qanaqa yetib boraman Rossiyaga, endi nima qilaman deb bitta maydan taksi ushlaydi yoki bo'lmasa bir avtobusga oldindan bron qilib qo'yadi joy yoki samolyotga bilet oladi, yo'q, xullas har xil nimasi bor. Biz besporyadik, besplan hech nimasiz shunday yo'lga chiqib ketyapmiz. Xudo xolasa qanaqa yetib borishimizni hisob-kitob qilib ko'ramiz. Bizni kuzatib turinglar azizlar. Xudo xolasa safarimizni ikkinchi bosqichi boshlandi. Safarga otlanamiz. Meni bu safarga chiqqanimni oilamdan boshqa birov bilmaydi. Bitta sinfdoshim telefon qilib qoldi. Hozir ko'rishaylik o'rtaq, billa choy ichaylik dedi. O'rtaq, xafa bo'lma. Men Rossiyaga chiqib ketyapman, birovga aytma dedim. Oilam bilan bitta sinfdosh do'stim biladi xolos. Hatto ustozim Anvar akamga ham aytmadim, ammo komandamizdagilardan, ustozimdan hammasidan uzrimni so'rayman, chunki men Rossiyaga ketishimga Anvar akamdan tortib Dilmurod akam u hammasi qarshi. Menga ancha ishlar taklif qilishdi. O'tgan safar ham Anvar akam har kelganda ishlar taklif qilardi. Ketma uka. Shetda ish qil, o'bada nima qilardi. Endi Xudo xolasa kelib qilaman. O'sha Anvar akam aytgan ishlarni qilaman. Oldin o'zimni asha ba'zi bir plan qilgan, reja qilgan ishlarim bor. Shularni bitirib olsam, ko'ngilni xotirjam qilib olsam, yana keyin bu yoqda hamma narsani uzib kelib, bu yerda qolib ko'nglimizni xotirjam qilib ishlaymiz. Meni Rossiyaga baylab turadigan narsalar bor. Kimgadir aytganman, kimgadir aytmaganman. Narsalar bor. Ana shu narsalardan Xudo xolasa uzilib oladigan bo'lsak, hammasi joyiga tushib ketadi. Xudo xolasa shu bilan keyin Rossiyaga borishni yig'ishtirib qo'yamiz. Hozircha endi yana ketyapman, lekin Rossiyada uzoq qolmayman. Ko'pi bilan qolsam 1 oy yo bo'lmasa 2 oy qolishim mumkin. Sirasi qaytaman. Qaytishimizni yana nimada qaytamiz, qanaqa qaytamiz, kim bilan qaytamiz, uni ham bir hisob-kitobini qilamiz. Borib ba'zi bir ishlarimiz bor. Bitirishimiz kerak. O'zi ketmoqchi bas edim. Hali
bu yoqda chaqirib qolishdi xullas. Bormasam picha pulga kuyib olar ekanman. O'shaning uchun iloji yo'q, ketishim kerak. Bu yerda qolib ancha pulga kuygandan bu yerga borib ozgina qimillasam o'sha pulim bilan yana qo'shimcha pul yonimga qolar ekan. Pul o'lsin deysizlar, pul o'lsin. Iloji yo'q. Zato sizlarga qandaydir kontent qilib, sizlarning ko'ngillarni ko'taradigan qilib, yo'ldagi safarlar, taassurotlar, shunaqa narsalarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib ketaman. Yo'llarda kimlar bilan uchrashamiz, tanishamiz, do'stlashamiz. Xullas nima bo'lsa bo'lib, xullas ketamiz. Yozib olinglar. Поддержка qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz, like bosamiz. Mana shu qora haykal haqqi hurmati like bosing, kommentariy yozing. Yozavonni qatidan bo'lsangiz ham. O'zimiznikilar. Ammo bir narsaga qoyil qoldim. Instagram bizni Yozavon O'zbekiston o'zbek auditoriyasi bo'yicha Instagramchilar normalniy urovenda turar ekan. Behazil, normalniy urovenda turar ekan. O'zi YouTube blogerlar aksari juda ko'pi yozyavonlik. Juda ko'pi yozyavonlik. Oddiy Oxunov TV, Anvar akamning komandasini bilasizlar. Dilmurod akam, Abdumalik, men, Sanatbek bor, yana boshqalarimiz bor atroflarda. Blogerlar ko'p. Bu Anvar akam o'zining komandasi. Undan tashqari Samatov TV bor. Anvar akamning 200-300 metr uyidagi. Samatov TVni uyini ham bilasizlar. Samatov ham shetdan. Yana kim? YouTubechilarda endi. Yo'q, eslayapman. Ismlari esimda yo'q ko'p blogerlarda, chunki ko'p odam bilan nihoyatda yaqin salom alaykum qilganim uchun esimdan chiqib qolyapti ismlari. Yozyovondan juda ko'p blogerlar. Hozir 10 tacha bloger hayolimga kelyapti, ismlarini eslolmay turibman. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar, men bor uzrimni so'rayman. Undan tashqari Instagramchilar yosh pokoleniyalar borki, yosh ukalarimiz. Instagramni qullag'idan osib qo'yapti ekan. Xursand bo'ldim. Mana men Instagram yurgizaman dedim. Instagrami borlar lotinchada kichkina harfda Botirtoy deb yozsalaring, Instagram kanalim kelib chiqadi. O'tib podpiska bo'lib qo'yinglar. YouTube'da ko'ralmagan, ko'rsatmagan narsalarimni Instagramda qisqa kadrlar qilib sizlarga ko'rsatib boraman. YouTube'da bilasizlar, o'zini minimalka, maksimalka degan vaqtlari bor. Ana shu vaqtga munosib video qilib qo'yishimiz kerak. O'shaning uchun yozyovonli ukalar, bosinglar. Bitta narsani aytib qolaman. Internetda pul ko'p. Pulni internetdagi chatishib olgan, yig'ishtirib olinglar deyishgan xolos. Ashuni yig'ishtirib olish kerak xolos. Olishimiz kerak, bosishimiz kerak, azizlar shunaqa. Shunaqa gaplar endi. Aylanib, mana shu Yozyovon. Hop. Fikr, takliflaring bo'lsa yozib qoldiringlar. Mana shu videoni ko'rayotganlaringda men Toshkentga yetib borayotgan bo'laman. Kazan.uz Telegram gruppamizga o'tsalaring, hatto batafsil gaplashib ko'rishimiz ham mumkin. Toshkentlik obunachilar, xudo xolasa sizlar bilan bir nasib bo'lib qolsa ko'rishamiz. Chegaraga borib men chegarada ancha video qilib qolaman. Xudo xolasa chegaraga yaqinlar bo'ladigan bo'lsa ko'rishamiz. Bobur aka, xudo xolasa ko'rishamiz. Nasib bo'lib qolsa, xudo xolasa albatta svязda bo'lib turinglar. Keyin Ilyos Xo'ja aka, albatta siz oldingizga kirib o'taman. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz. Albatta kirib o'taman albatta. Shunaqa gap azizlar, qisqacha bir video qilgan bo'ldim. Men yo'lga chiqdim. Keyin Rossiyaga ketayotganlar. Katta chamadon, kiyim-kechak, barobatlar, o'shancha narsalar olib olishib oladi. Kerak emas. Mana uning ichiga bitta shu kelayotganda Qozog'istonlik bo'g'rimiz bergan, Bekjon bergan kamzilda soldim. Keyin powerbank, zaryadka-paryadkalarni soldim. Bo'ldi, boshqa hech nima olganim yo'q. Qolgan hamma narsa Rossiyada bor. Meni Rossiyadan bu yoqqa velosipedda kelayotganda kuzatayotgan obunachilarimiz bor. Yaxshi bilishmaydi. Meni faqat velosipedchi deb bilishadi. Shularga ham qisqacha qilib aytib qo'yaman. Meni bu yoqdagi hayotdan ko'ra Rossiyadagi hayotim juda ham qiziqroq. Chunki men migratsiya sohasi bo'yicha o'z faoliyatimni olib boraman. Mehnat muhojirlariga dokumentlar qilishlar, mashinalarga tushib qolsa nima qilishlar, narkotik bilan qamalayotganlarga qanday yordam berish kerak, shantajlarga nima qilish kerak, bezakiz nikohli yashab farzandli bo'lib dokument qilib, xullas shunaqalar bo'yicha ikkita davlat fuqarosi turmush quradi, bolasi nima bo'lishi, shunaqa narsalar haqida ma'lumotlar berib, amaliy va nazariy yordamlar berib boramiz. O'zbekistonda
Rossiyani Kazan shahridagi elchixonasi, diasporasi shu insonlarning yordamlari va maslahatlari bilan qo'ldan kelgancha shunaqa ishlar qilib yordam berib boramiz va hozir borganda ham ana shu ishni Xudo xolasa davom ettirib qilamiz qo'ldan kelgancha. Biz albatta O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi qonunlaridan tashqariga chiqmagan holda, qonunlarga narshina qilmagan holda shu ishlar qilib boramiz. Kuzatinglar bizni, Xudo xolasa qiziqarli, yaxshi videolarimiz endi boshlanyapti. Uyga kelgandan keyin mana otpuska qilib 2 hafta dam oldim. Endi mana sizlar bilan davom etamiz. Asla sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha